Assalomu alaykum hurmatli Sefir muxlislari. Bugun do'stlar 76-test qilganmiz. Ikkinchi sezon 76-test do'stlar. Bu yangi testlar turkumidan Colors Me Healthy deyapti. Color Me Healthy nima degani? Shu yerda makes tushib qolganda Color makes me healthy deyapti. Rang meni nima? Sog'lom qiladi. Isbotlangan narsa ekan, bildilaringmi? Tekstini o'qinglarmi? Birinchisi nima bo'ladi do'stlar? Colors bo'ladi. Kimdir do'stlar mana bunaqa britanchada yozgan bo'lsa ham to'g'ri, amerikancha versiyada yuni tushirib qoldirgan bo'lsa ham to'g'ri. Ikkinchisi do'stlar same bo'ladi. It is the same who design new products. Ikkinchisi nima bo'ldi? Same, bir xil. Same so'zini qayerda olgan bilasizlarmi? Tepada bor. Mana. Same colors. Use the same colors. Mana. Mana. Use the same colors. Keyin products yonida bor. Tushunarlimi? Uchga nima bo'ldi? Yangi produktlar, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga kerak bo'ladi. To'rga new part nima bo'ladi? Series. Qani o'sha series? Keyin ana kimdir shu yerga studies deb yozganmi? Kim yana nimalar yozgan? Programma deb yozganmi? O'chirib studies qilgan, series qilganmanda yana o'chirib keyin program yozgan. Shu birinchisini olishingiz kerak bundan keyin. People who nima bo'lyapti? Design bo'ladi. Design ham mana yerda bor. New dan oldin mana. Keyin nima bo'ladi do'stlar? Oltiga, oxiriga ideas bo'ladi. Lekin ideasni burchakdan topib keldik, ha? Tepadan. Pastga tushamiz. Ikkinchi part yomon semichga po'choq ekan. 7ga B bo'ladi. Chaynab berib qo'yibdi. Nimaga? Chunki bu yerda aytayapti, siz deyapti, o'sha juda ham band investitsiya kiritadigan bankirsiz. Sizga deyapti, o'sha bezoringiz chiqib ketgan, bir joyga borib bitta kresloda o'tirish sizga nima? New activity kerak deyapti. Climbing in Switzerland. Mana do'stlar, 7ga mana bu bo'ladi, B bo'ladi. Ha? Kimda hatto chiqqan shu? Hammada to'g'rimi? Salto-ku, nimani qo'ygansiz, Asror? Bu eng osoni-ku, aka bu. Tushunyapsizmi? Bu yerda qayerdan bilib qoldi? Signal so'z bor-ku, mountain bor-ku mana. Wonderful alpine scenery while climbing at your particular level of ability deyapti. Tushunyapsizmi? Mountainda nima bo'ladi? Fresh air bo'ladi. Ana. O'sha yerda o'zi sizga berib qo'ygan ключевой so'zni. 8ga F pastda bor. Nimaga? Bu yerda ключевой so'z nima deymi do'stlar? Library bilan disco and library. Chunki sizga deyapti, ota-onangiz universitetga ketishingizdan oldin sizga bitta sovg'a qilmoqchi, holiday. Siz deyapti, relaxingni, o'qishni va raqsni yaxshi ko'rasiz deyapti. Mana library and disco. 9ga A bo'ladi. Nimaga A bo'ladi shu yerda? Nimaga? Chunki keyin aytayapti, yuragingiz kasal dedimi? Yuragingiz kasal va sizga o'sha juda energiya sarflaydigan o'yinlar, sport turlari bo'lmaydi. Golfga masalan shart emas. Erining 60 yoshi to'lgan kunligiga tabriklamoqchi yo'q. Eri o'ynasa ham oltida bir tomosha qilib turadi. Yoki golf urish unday qiyin emas-ku. Uzoqqa zarba bermasa kerak kampir. 10 metrga qo'yib uradi, tanglatib. Golf o'ynab ko'rganmisiz umringizda? Kim o'ynab ko'rgan ichimizda? Malades. Golf do'stlar bu oqsuyaklar o'yini deb hisoblanadi. Panda vaqi karislar borki, o'zini oqsuyak deb o'ylaydi. Tushunasizlarmi? Rostdan ular panda vaqi-ku. Rostdan karislar o'zini oqsuyak deb oq puchatkalar taqib o'ynab o'tadi-da. Men karislarni oqsuyak deb o'ylamayman. Kim oqsuyak bilasizlarmi? Yaponlar, nemislar. Shunday deb o'ylayman. Ular millati juda kuchli millatlar. Tushunyapsizlarmi? Lekin karislar ular yaqinda chiqqanda yo'lbarslar ular. Tushunami? 70-yildan oldin ham panda vaqi bo'lgan. 80-yillardan keyin Amerikani qo'llab-quvvatlovi bilan juda ekonomikasida boost bo'lgan. Boost nima degani? Ko'tarilib ketgan oldiga. Tushunyapsizlarmi? Yaqindagina kartochka bilan guruch yeyib odamlar, lekin kallalar chiqdi o'shandan keyin ham. Salgina ichimda hasad bor ularga nisbatan, bilmam. Havas ketidan hasadim ketadi, lekin karisdek bo'la olmaymiz do'stlar. Shunisi bir og'riqli joyimiz. Malades, zo'r. 10da G bo'lyapti. 10da G bo'lishining sababini aytaman. Bu yerda boyagi nima? Boya siz biznesmensiz-ku, biznesingiz zo'r bo'ldi dedi. Undan keyin sizga dedi zo'r ovqat bilan
zo'r accommodation kerak deydi, to'g'rimi? Va o'zingiz rohatlanishingiz kerak, hech narsani o'ylamasdan deyapti yoki qilmasdan. Tushunyapsizmi? O'sha yerda berilgan award winning cookery deyapti-yu. Xuddi nima sovrin yutganday qiling deyapti. O'zingizga o'zing nima ber deyapti? Dam ber deyapti. 11 ga C bo'ldi. 11 ga C bo'ldi chunki bolalar haqida. To'g'rimi? Bolalaringizni anavga olib boring deb. Florida and Disney World. Florida va o'sha Disney dunyosi mana. O'zingiz sport bilan shug'ullanasiz. Ha, barakalla. Bolani beribdi-da. Suv sport shekilli. To'g'rimi? 12 ga J bo'ldi. Chunki bu yerda boyagi momosiga nima qidiryapti-da? Jewelry, necklace degani marjon degan, bo'yinga taqadigan. Tushunyapsizmi? 14 ga K bo'ldi. Tushunarlimi? Qaysi edi? Boyagi 14 da aytdik-ku, K'da. Boshqa mamlakatlardan olib kelingan sovg'alar bor bizda dedi. To'g'rimi? Bu yerda KL o'zining do'stlariga xorijiy mamlakatdan kelgan sovg'alar ulashmoqchi edi. Ikkinchi part juda oson ekan do'stlar. Kimdadir problema bo'lgan bo'lsa, bu bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsalar. 1 bilan 2 ketdi, 3 ko'ramiz endi. 3 da nima edi do'stlar? Heading. Seferning yana bitta qulay tomonini aytaymi do'stlar sizlarga? Format o'zgarmaydi-da. Tushunasizmi? Bolalar qaranglar, format o'zgarmaydi. Masalan, part 1 da o'sha so'z top joyi qo'yish, part 2 da o'sha boyagi birinchi sefer topshiraversak-chi. Ha? O'sha topshirgan paytingizda C1 baribir kerak-ku, nima deysiz? Format o'zgarmaydi-da. 5 ta qism speaking ham oson, chaynab beradi. Bugunmi ertami speaking seferni ham, speaking ham chiqarib beraman o'zimiz yasagan. Tushundingizmi? C1 bo'lsa bo'ldi-da. C1 ni qilib keyin IELTS ham topshirish kerak. Chunki sefer IELTSda 6.5 borku, seferda C1 ga o'tadi. Shunchalik kuch sarflaysiz o'shanga. Tushunyapsizmi? Masalan, IELTSga 6.5 ga siz kuch sarflaysiz, o'sha bir xil kuchni seferga sarflasangiz C1 ni garantiya olasiz degan. Tushundingizmi? Lekin seferda C1 ni IELTS 7 ga tenglab bo'lmaydi. Ikkita narsa chunki. Tushundingizmi meni nima deyotganimni? Kuchli 6 bo'ladi-ku, qanaydir imtihonda hayajonlanib, bir bo'lganda bizda shunda xona sovuqlik qilgan, masalan, juda sovuq xonaga tushib qolgan, akfaga tushib qolgan bitta o'quvchimiz. Shu qizda men kami 6.5-7 kutdim-da, Arafat degan. 6 top qoldi. Masalan, tushunyapsizmi? Komilalar, tengdoshlari bilan bitirganlar. Hijobli qizimiz bor edi-ku, tushunyapsizmi? Lekin 6.5 mana masalan, men bu IELTSda 6.5 bor-ku, seferda C1 ga o'tadi. Men garantiya beraman, ikkalasini tenglaganda shunday. Lekin seferda C1 ni IELTS 7 ga tortmaydi. Seferda C1 olgan kandidat bilan IELTS 7 olgan kandidatni o'tirg'izsangiz, ikkovining osmon bilan yercha farqi bor. Speakingida ham, writingida ham, readingida ham, listeningida ham. Tushunarlimi do'stlar? Endi men tajribali o'quvchiman, bilaman. Sefer C1 oladiganlar xafa bo'lmasin. Nima biz kamsitmayapman? Bu naturalniy narsa bu, fact bu, tushunyapsizmi? Endi seferda endi anotisi tashkilotchisi O'zbekiston IELTSga British Council ikkovining bilim darajasi ham ikki xil do'stlar, tushunyapsizmi? IELTS bu 2000-yillarda tashkil topgan test bu. 93-yildami, adashmasam. Tushunyapsizmi? Sefer qachon chiqdi? Yaqinda chiqqan narsa bu. Hali bor seferga. Ketdik. Endi 1 ga D bo'lyapti do'stlar. D bilan G ni o'zgartirib qo'yganlar bormi? 1 bilan 3 ta javoblarini. Yo'q, menimcha. 1 ga D bo'lyapti. Juda bir tushunarsiz mana tekst ekan boyagilar haqida. Moddani jo'natgan paytda insonning yoki hayvonning anosi tanasi qanday reaksiya bildirishi. Bu sizga, siz meditsinada, to'g'rimi? Shunday bo'ladi ko'pincha o'zi. IELTSda bilmayman, astronomiya, meditsina, dori-darmon haqida gap, sefer bilan IELTSda shunday narsalar haqida o'qiymiz. Masalan, hech bir literatura, bir narsalar tushganini kamdan kam uchrataman. Tushunyapsizmi? Bu science-ga to'g'ri keladi. Mana shu IELTS readinglari bor-ku, science bu, nauka. Tushundingizmi? Bilmayman nimaga bunday. Do'stlar, birda bori signal so'z bu yerda ana bo'lyapti. The large receptor molecule designed by British chemists deyapti. British chemists qayerdan bildik? University of Cambridge turibdi. Undan oldin ham yana bitta eksperiment o'tkazildi deb ta'kidlab ketdi mana. Birinchi signal so'z University of Cambridge, undan keyin mana science mana by the new deyapti. 1992-yildan ham oldinmi, keyin ham yana o'sha olimlar ishlagan ekan. Bu yerda o'zi nima dedi? Britaniya ximiklari tomonidan
o'sha qilingan o'sha reseptor molekula haqida gap ketyapti mana bu yerda. 2 ga F bo'ldi do'stlar, signal so'zi Diels-Alder reaction mana. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda mana 2 da просто men qarang mana control the products of the so called Diels-Alder reaction deb ketdi. Keyin shuni nimasini ta'rifini berdi pastida definitionini. Tushunyapsizlarmi? 2 ga F, 3 ga G bo'ldi, 4 ga C, 5 ga H, 6 ga E bo'ladi do'stlar. Tushunarlimi? Bu yerdan ko'ramiz. Endi part 4. Okay? Boshqa xonaga o'tib turing dedim. How bacteria invented the gene editing. Do'stlar, mana shu yerda olimlar shunday aniq qilibdiki, ayollar homilador bo'lganda hattoki o'sha chaqalog'ini, o'sha embrionni ichidagi chaqalog'ini genini ham o'zgartirishga urinib ko'rgan ekan. Shu narsa omma ichida unga ham sabab bo'libdi keyin controversy moments. Controversy degan nima degani? Bahsli munozaralarga ham sabab bo'libdi. Tushunarlimi do'stlar? Buni ko'ramiz endi 15, 16-betlarda. 16-bet qani? Orqasidami? Lekin yaxshi test ekan lekin. 21-testda do'stlar undoubtedly degan-ku, undoubtedly attract degan mana. 21 ga true bo'ladi, to'g'rimi? Qayerda berilgan tekstda qaranglar. 4-qatorda berilgan mana. Mana. Undoubtedly attract controversy particularly with claims that manipulating embryonic genomes deb boshlangan. Bu yerda savolda aytayaptiki, o'sha tadqiqot deyapti, Francis Crick instituti tomonidan olib borilgan tadqiqot deyapti, bahs munozaraga sabab bo'lishi mumkin. Likely degani mana undoubtedly, mana will also undoubtedly attract bo'ladi mana controversy. Tushunarlimi? 22-savolning javobi do'stlar false bo'ladi. Buning javobi ikkinchi tekstda berilgan, ikkinchi paragrafda mana bu yerda. Uchinchisi 23. 23 ga true bo'ladi do'stlar. Bu qayerda berilgan? Mana bu yerda, mana bu yerda berilgan. Ikkinchi paragrafning 4-qatorida berilgan mana. Mana bu yerda aytgan. Qani? Mana, we are talking here about one particular gene editing technique called CRISPR. CRISPRmi? Shunaqa. CRISPR deb ataymiz, genni o'zgartiruvchi texnikaning nomini deyapti. Tushunyapsizlarmi? 23, 24 ga false, 25 ga umuman amerikalik olimlar haqida umuman gapirmagan Nat Given. 26 da do'stlar they aren't bacterial in origin. 26ning javobini ham ayyorni berib qo'y tekst ichida. Qaysida bor? 4-tekstning boshida bor. Eyla. Nizayn deb boshlangan, ko'rilangmi? Ha, mana ikkinchi qatorda mana. Those spacer sequencers look odd because odd degan g'alati degan, strange ning sinonimi. Because they aren't bacterial in origin. Mana shu gapni berib qo'yibdi. Ha. 27 ning javobi do'stlar mana bu yerda berilgan. Biologlar va ximiklar genetikashunoslar va biologlar nima qilgan bundan hayajonlanib ketgan. Buni o'sha CRISPRning o'sha kashfiyotidan keyin. Ha, Beyond deb boshlangan mana. Mana bu yerda bor. Biology deb berganda keyin genetik mana bu yerda ham berilgan. Tushunyapsizlarmi? Uni tepada ham o'zi birinchi tekstda ham aytgan o'shani biologlar tomonidan juda ham inoq qilindi deb. Hozir aytaman men sizlarga qayerdaligini. Biologlar tomonidan juda ham inoq qilib qarshi olindi, udulatsiya qilib deb aytilganda she'rda. Qayerdadir ko'rdimda shuni men. Mana o'sha oxirida berilgan. Qayerda? O'sha gap mana. Ha, mana. Mana bu yerda mana biologist deganda keyin mana yerda geneticist degan. Tushunyapsizlar mana? Ikkalasini bir joyda aytib ketgan do'stlar mana. Ko'rgan joyim esimda-da. Keyin aytayapti, learners degan so'zining ma'nosi nima deyapti? Mana learnersda. Nima degani? Aholining birinchi deyapti, xabardorligini oshirish kerak. Bu narsani ommaga oshkor qilishdan oldin. Hamma tushunmas, buni yomon narsa deb o'ylashi mumkin deyapti. Birinchi aholining miyasini taxlab olish kerak deyapti. 29 da heritability. Bu berilgan mana bu oxirgi tekstda. Mana shuni yomon izladim lekin bor-ku. Mana do'stlar, mana heritable degan mana. Tushunyapsizmi? U yerda nimasini bergan? Nounini bergan. 29 belgilab qo'yinglar. 30 dan 35 gacha qillar ko'p hatto chiqdi do'stlar. Juda ham oson edi u. 5-tekstda.
Uchta xato. Birinchisi flexibility, ikkinchisi paid. Challenge mi? Qiyinchiliklar degani. Yo'q, flexibility bo'ladi. Significant flexibility. Chunki qaranglar, mana ishning nomi nima edi? Ishning nomini bo'ya gig economy, gig workers. Gig workers degan do'stlar mana xohlagan paytda ishga chiqib, xohlagan paytda ishga chiqmasingiz mumkin. Mana bizda Yandex haydovchilar bor-ku, shular gig workers hisoblanadi. Yoki bo'lmasa mana bu uzum degan katta xalta soat taqib olib velik haydab yuribdi-ku, shular ham gig workers hisoblanadi. Bularda pensiyaga chiqadigan narsa bormi? Yo'q. To'g'rimi? Bularda job security bormi? Yo'q. Safety-chi? Yo'q. To'g'rimi? Bularda hech narsa yo'q. Bular ishlatayotgan programma deyapti, ko'p foiz olib qoladi deyapti. Hamma qora mehnatni odam qiladi, lekin o'sha programmadan foydalanib ishlatganingiz uchun programma olib qoladi sizdan qancha ulushdir. Masalan, siz 20 ming pul topgan bo'lsangiz, hozir 15% bo'lsa, где-то bir 5 ming yo 6 mingni olib qo'yadi programma. IT-shunoslar, короче, programmani o'sha develop qilib turib, bir 20-30 kishi ishlaydi, o'shalarga keyin oylik ketaveradi. Ular вообще katta pul ishlaydi. Mana Yandexchilar milliard trilliard ishlasa kerak. Chunki Rossiyada bor, hamma dunyo bo'yicha bor. Amerikada ham Yandex bor ekan do'stlar. Tushunaymi? Ketdik. Endi bu qayerda berilgan? 30-savolning javobi do'stlar. Hozir ko'rsataman men sizlarga. Mana. Yo'q. Oxirida berilgan, birinchisida mana. Mana birinchini oxirida berilgan. Ya'ni bergan, mana offering deyapti. Offering flexibility. Keyin shu yerda ham bergan, keyin mana bu yerda ham borgan, mana. Mana gig economy is flexibility deb 32 marta bergan. 31da paid leave. Paid leave degan do'stlar, mana bu biz olamiz-ku, O'zbekistondagi ishchilar oladi-ku, boyagi 13-oylik. Mana paid leave. Paid leave degani mana bu 1 oylik ana oladi-ku, nima deydi uni? Davlat ishida ishlaydiganlar. Opska, ha. 60 masalan shu paid leave degan shu degan. Tushunyapsizmi? Kompaniya to'lab beradi. Shunisini yo'q ekan. Keyin 32 ga nima bo'ladi? Contentious degan so'z bor mana. 33 ning javobi do'stlar, mana 33 ning javobi. Fees bo'ladi, charge fees. Mana. Agar shuni hamma bizga o'xshab topgan bo'lsa yaxshi. Mana often charge fees bo'ladi. Chunki commission sarayda turibdi, ko'rdingizmi? Ha? 34 ga absence of benefits bo'ladi. Nima edi? O'sha paid leave ning sinonimi absence of benefits bo'ladi do'stlar mana. Tushundingizmi? Bu yerda bitta xato qilgan bular. Job security ni job topib tashlaganda to'g'ri bo'lardi. Tushunyapsizmi? O'ta job haqida umuman gapirmagan. Mana increased yoki bo'lmasa decreased security ni qo'yganda to'g'ri bo'lardi. Mana absence of benefits degan paid leave degan. Tushunyapsizmi? 35 da aytayapti, COVID-19 pandemiya paytida deyapti, nima bo'ldi deyapti. Bu deyapti o'sha mana bu himoya qilinishlar va foydalar deyapti, nima? Kamligini odamlar tushunib qoldi deyapti. C bo'ladi. Tushunarlimi? Shu bilan anovimiz tugadi, readingimiz tahlili. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bum.